hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz, omad tilaymiz. Rahmat hammalaringizga kelganlaringiz uchun. Bitta qarsanglar bo'lsin. Mana estafeta bayrog'i bor. 90-yilda tug'ilgan yigitlarimiz kelgusi 2026-yil Navruz bayramini estafetasini bayram qabul qiladi. Nasib etsa, Xudo shukr yetkazsin, mana belga belbog' bilan bog'layapti. Bitta qarsanglar bo'lsin. Nasib bo'lsa bundan ziyod bayramlar bo'lsin. Ularga omad, qani marhamat. Olimjon, Abbos, Obidjonlar, Muhriddinlar marhamat. Assalomu alaykum qishloqdoshlar. Navruz bayramlaringiz bilan tabriklayman. 89-yillarga rahmatlar aytamiz. Juda zo'r o'tdi. Yanagi yil bizlar olyapmiz. Bundan ham zo'r qilishga harakat qilamiz. Bitta qarsang bilan yana bir bora. Demak, mana shu daqiqadan boshlab kelgusi 2026-yil Navruz olam bayramini 90-yilda tug'ilgan yigitlarimiz qabul qilib oldi. Omad tilaymiz sizlarga. Mana shu bilan birgalikda Rossiyada, Koreyada, qolaversa turli mintaqalarda, turli jahon miqyosidagi davlatlarimizda xizmat qiladigan o'g'illarimiz bor. Ayollarimiz bor, kelinlarimiz bor. Ularni ham ishlariga omad tilaymiz. Nasib etsa, yaxshi niyatlar bilan pul topib, eliga haliga qaytib kelib, to'ylar, tomoshalar qilsin. Mana shunday bayramlar hammamizning xonadon tashib bersin. Barchangizning xonadoningizga